Bilasizmi? Avtomobillarda nima uchun kalotkalar tez ketadi akalari? Shu haqida sizlarga 6 ta foydali ma'lumot beramiz. 6-chisini oxirida aytamiz. 5 ta foydalisini sazasiz boshlaymiz akalarim. Qani videoga oldindan like bosib qo'yishlaring ham mumkin akalarim. Birinchi o'chiritda mana shu kalotkalarimiz bor. Juda ko'pchilik aytadi, kalotkam juda tez ketyapti deydi-yu. Mana shu sabablardan bittasi mana shu kalotkaning o'zi ham sifatsizga bor. Deylikmi? Ishqalaganingizda bormi? Ko'rasizmi? Mana shunda ichidan qora qurumlar chiqadi-yu. Bu kalotkalar yumshoqroq bo'lsa, qo'ygan kalotkaga tezroq ketib qoladi akalar. Endi kalotkani qanaqasini qo'ydigan aka-ukalarimizga usta akalarimizdan so'raysizlar, qaysi avtomobilga qanaqa kalotka yaxshi chiqyapti va uzoqroq xizmat qilib beradi. Kimlardir deylik 1 yilda boru 20 ming yuradi, 10 ming yuradi. Kimdir 1 oyda o'sha 10 ming kilometr haydab qo'yadi, uzoqroq masofa haydash uchun. Endi buni sizlarga koreyskizni qo'ygandan tavsiya qilib qolamiz. Endi ikkinchisi nima uchun tez ketadi? Kalotka bo'ldi va qo'limdagi apondis bo'ladi. Agar sizlar apondislaring duolchalik bo'lib, o'talar vannop qo'ygan bo'lsa, xuddi shunaqa holatda ham avtomobilda old kalotkasi tez ketadi. Endi buni apondisda ketgan qayerdan bilamiz sizlarning? Apondisda o'zi ham tormoz bosganda pedalga dirlatib berib qoladi akalar. Shundan apondis ketib qolganini hisobiga kalotkalar tez ketib qolar ekan. Endi ikkinchi sababni aytdik. Apondis yuzoq qismi kuyib qolsa ham xuddi shunaqa kalot tez ketadi. Endi uchinchi muammosi bo'lsa, mana hamma avtomobillar deyarli bor, oldi tormozning support bo'ladi. Bu support sizlar tormoz bosganlaringda xuddi mana shu porshini bor, yaqinroq. Mana xuddi mana shu porshini tormoz bosganingizda chiqadi, tormoz qo'ringizni orqaga obratni qaytadi. Agar mashinasi ham yaxshi qatmay qolayotgan bo'lsa ham, xuddi shunaqa avtomobilingizni tormozni kalotkasi uzoqroq xizmat qilib bermaysizlar, tezroq ketishga olib keladi. Yaqinroq kelib qo'yishingiz hurmatli operator, chunki sababi ovoz pastroq chiqib qolishi mumkin. Endi 4-chi sababi mana shu support palisi bo'ladi-yu. Mana shu palisi yog'lanmasdan zaynab ketadigan bo'lsa ham, avtomobilda tormoz bosgangiz yaxshi kirib chiqmagani hisobiga ham kalot tez ketib qoladi akalar. Bu support mahallada yurganlaringda tiriqlar ovoz chiqarib qoladi-yu. Mana shu ovoz chiqarib qo'yganda orqasiga rezinkalar, bir nimalar qo'yiladi-yu, qo'shimcha narsalar. Xuddi shunda ham kalotka tez ketib qolish ehtimoli bor. Nechidir foizga, balki 5% gadi, balki 7% gadi. Endi sizlarga 5 ta sababni aytdim. Endi oxirgisini aytaman. Oxirgisi bo'lsa, xuddi mashinasi, bilasizmi bu nima? Bu tormozning glavniy silindri bo'ladi. Bu tormozni как yuragi haqiqiy. Bu ishlab berib tursa, fondiy sistemani jitkis bilan ta'minlab beradi akalar. Endi buni kalotkaga nima aloqasi bor deysizlarmi? Buni konkret aloqasi bor akalar. Chunki tormoz bosganlaringda xuddi bag'da pedalda bosasiz, bag'da marta o'qi bo'ladi. Mana shu o'q bosib qo'yib yuborganda jitkislarni qaytarib, jitkisni olib boradi va qayta tortib olish kerak o'zi. Mana shunday holatda glavniy silindrda yaxshi qatmay qoladigan bo'lsa, jitkislaring tormozni kalotkalardan ham tez ketib qolishlari ehtimol juda katta bo'lar ekan. Endi sizlarga qanaqadir qayerlarda xato gapirib qo'ygan bo'lishi mumkin yoki bo'lmasa nimadir kamchilik bo'lishi mumkin. Bu sizlarga sal bo'lsa ham foydali kontent bo'lib qolar ekan. Endi bunga arqa kalotka nima uchun tez ketadi? Arqa kalotkada рабочий silindr degan narsa bo'ladi. Рабочий silindr ikki tomondan chiqib ishlaydi. Ikkita porshini bo'ladi uni. Ikkita porshini bo'lganda qatib qolgan bo'lsa porshinlari kalotkaga tez kelishni boshlaydi. Tormoz bosib qo'yvorganingizda yaxshi qatmaydi porshini. Shunda ham arqa kalotkaga tez ketadi va uzoq muddatga, misol uchun kechqurun ishdan bordingizda avtomobilingiz ruchnoyni tortib ertamatgan qolib ketdi. Bunda nima bo'ladi? Arqa kalotkalar siqilib ushlab turadi. Qaysi avtomobillarda elektronli bo'ladi ruchnoy. Bu ruchnoy elektronli bo'lganlikdan unchalik ziyoni yo'q. Lekin mana oddiy trosli ruchnoylarda buni ehtimol bor. Chunki kalotga siqilib turadi bunda ham ko'proq mana shu arqa kalotga kesishgan sabab bo'ladi akalar. Endi shu paytgacha bizni kuzatasizlar, Avtoprofessiya kanalini obuna bo'lib, like bosishni esdan chiqarib qo'yasizlar. Qani shu bugun bitta obuna bo'lib, hali ham shu video shu paytgacha ko'rgan bo'lsa, shu joygacha videoga bemalol qo'rqmasdan like bosib qo'ysalaring bo'laveradi. O'zi like megabayt oladimi yo'qmi o'zi? Olmaydi. Deyarli olmaydi. Mayli o'zim bosalang bo'lar endi. Shuncha megabaytlaring ketdi. Birinchi o'chiritda ketgan vaqtlaringizni rozi bo'lib qo'yasizlar. Chunki sababi hamma insonni vaqti
qadrli-yu, mana shu vaqtdan unumli foydalanish kerak ekan. Jonlar sog' bo'lsin, yuzdan tabassum tark etmasin. Avtoprofessor kanali har doim sizlarga foydali kontent olishni davom etadi.